Urgut qishloq xo'jaligi hajmi bo'yicha O'zbekistonning eng yirik tumani. Bu masalada unga faqatgina Surxondaryoning Denov tumani raqobatchi bo'la oladi. Urgut aholi soni bo'yicha Namangan va Samarqand shahridan keyingi 3-o'rinda turadi. Bu yerda 585 mingga yaqin aholi yashaydi. Urgutning eng kuchli tomoni bu qishloq xo'jaligi. 2025-yilda qishloq xo'jaligi va u bilan bog'liq sohalarning mahsulotlari hajmi tumanda 6,8 trillion so'mga yetdi. Bu butun respublika bo'yicha birinchi o'rin degani. 2025-yilda Urgutda 4 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Tuman bu ko'rsatkich bo'yicha viloyatda 3-o'rinda turadi. Birinchi o'rinni 20 trillion so'm bilan Samarqand shahri, ikkinchi o'rinni esa 5 trillion so'm bilan Jomboy tumani egallagan. Xizmatlar bo'yicha ham Urgut Samarqand viloyati va tumandan keyin 3 trillion so'm bilan 3-o'rinda. Qurilish masalasida esa 2025-yilda Urgut ancha orqada qoldi. Ma'lumotlarga ko'ra, tumanda o'tgan yili 405 milliard so'mlik qurilish ishlari olib borilgan va bu bo'yicha viloyatda 10-o'rinda. Urgut Samarqandning eng boy tumani emas, lekin kuchliroq rivojlanish uchun qulay muhiti bor hudud. Bu aholi soni bo'yicha viloyatdagi eng yirik qishloq xo'jaligida esa eng kuchli. Tanga o'zga obuna bo'ling va o'z tuman yoki shaharingizni izohda yozib qoldiring. Keyingi video sizning hududingiz haqida bo'lishi mumkin.